Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, hurmatli vatandoshlar. Mana xudo xolasa yana bir obyektimizni xudo xolasa tunikaga tayyor holatga olib keldik. Bu obyektimiz uzunasiga 24 metr, eniga 1670. Bu obyektimiz Samarqand Pastdarg'omda xudo xolasa qurib bitkazdik. Tepadan ko'rinish holatlari. Ham ustakalarimiz xudo xolasa işte oxirlatishyapti, katta xonalarni chiqarishyapti. Sizlardan pastdan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. O'rtasini 4,5 metr ko'tarib berganmiz. Mana xudo xolasa baland, bahaybat tom bo'lib chiqdi. Sizlarga pastdan ichidan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Fermalarimiz orasi 1,20 dan. Reykalarimiz orasi 65 cm dan qo'yilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Oldiga kaziro'lari bilan chiroyli holatda chiqarib bitkazib berdik. Hozir kaziro'larni ham pastdan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana pastdan ko'rinish holatlari. Oldidagi kaziro'lari, ichkaridan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan ko'rinish holatlari. Xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kaziro'lari bilan qurib bitkazib berdik. Xudo xolasa obeddan keyin mana tunikasini qatirishni boshlaymiz. Xudo xolasa tunika yopilgan holatlarni ham xudo xolasa video qilib kanalimizga qo'yishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.